Voy qorabaya bo'lib qolibdi-ku. Dilshod aka, nima so'zlashtirgansiz bunga? Atsangiz ashu udarku. Nima so'zlashtirilganini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu mashinamizga nima navrotlar qilingan, narxlari qiziq bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Bu mashinamizdan obzor qilib aytgan bo'lsak, American Copter ledlar bilan taqib berganmiz. Tonirovka so'zlashtalari Globaldan bo'lgan. Tashqaridagi matviy joylarini glansovoy qilib berganmiz. Asosiy salonda bo'lgan. Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, Malibu 2 start stop uстановка qilingan. CC3 sim kartali varianti. Полный salon подсветка qilib oqartirib berganmiz. Malibu 2 barlari подсветкasiga moslab, дополнительный akvapretlari qilingan, обшивка kojasi, immers lentasi yoqilgan. Salonda ichi, patolog, pol, 4 ta eshik, torpedalarni SP mahsulotdan 2 yil garantiyasi bilan shumizatsiya qilib berganmiz. Patologlarni idealni qilib original alkantaradan tortib berganmiz. 906 Damian Magikarlardan uстановка qilib berganmiz. Chexol poli kardinaldan taqilgan. Полный salon bronye plyonka laminatsiyani garantiyalari bilan qilib berganmiz. Bu jenteramizga qilingan barcha navrotlar narxlarini ko'rishingiz mumkin.